Xatirlaysizmi? Avval tug'an negiz, Singapur 7-8 yaş, ati-anining yaş vaqti, abi babayında yaşda rahatlanib, qapqa tibinda skameykada o'tirib, ko'rshilar bilan siylashib o'tiralar. Tug'anlar qaytib tashakkur ettirib, it o'li bola chaqa qapqaning eshigi yopilmaydi u vaqtda, xatirlaysizmi? Men shunday sog'inam u vaqtlarni. U vaqtda nechikdir borda butani tug'anni yaqin ko'rgan u vaqtda. Ko'rsin ko'rshi etgan rahat zaman, bir tegiz zaman. Men sog'inam birga pishanga boruvlarni, xatirlaysizmi? Ot arvasina o'tirib, abi babay, ati-ani men, singlim, xatirlaysiz barangi sheshik, o'zimizga boshda ko'rshilarga, tug'anlarga, butun ovulga yurt ko'targa ima desangda birga bo'lganlar. Qayg'u hasratda da birdan bo'lganlar. Chunki bir tegiz zaman bo'lgan. Bir-biringa betaraf bo'lmagan zaman. Men shunday sog'inam. Qapqa tibinda o'tiram. Xatirlaysizmi? Ovul, o'ram, dim qorong'i, ham sizdagina bag'ana o'ti. Baqalar tovushi. Ham skamiya. U hozir yolg'iz. Ilik u yolg'iz tug'il. Ilik shu skamiyaga o'tirib, abi babay meni bolalar bog'chasini uzatib qoldilar, maktabdan qarshi oldilar. Hali xatirlayman, abi babaydan qochib yovliqqa tirilgan pensiya ақшасын beray. Shu rahat mezgillar bir qachonda bitmas gibi tuyuldi menga. Men ustim student bo'ldim. Avulga qaytib boram, shuluq avul, shuluq negiz, shuluq skamiya, shuluq babay. Abi endi yo'q. 2 yil vaqt o'tdimi, yo'qmi? Qaytib boram avulima. Shuluq o'ramlar, shuluq baqalar tovushi, shuluq negiz, shuluq skamiya. Abi da yo'q, babay da yo'q. Men shunda angladim, nasl jiplarim uzilib borgan. Allan endi zamonga kelib jetdik jamoat. Borda o'zgardi hozir. Shulay tug'ilmi? Shulay. Allan nishadik jamoat. Nindi zamonda yashaymiz biz hozir. Hozir bit tug'anni bilmay. Ko'rshini kirmay. Samovarlar ko'pdan shijildamay ni ishladik biz. Biz beklandik. Qopqalargina tug'il, yuraklar beklandi bizning. Shulay, hozir bit tug'anni kinlashi. Ko'rshisin sota, narsa yetmay. Shukr eta bilmaymiz. Har birimizda 40 qadar yurt, 2 mashina. Bizga yetmay. Abi babaylarni esga olamiz. So'g'ish o'tganlar, açılık yılını o'tganlar, bizga bo'lsin deb negiz qoldirganlar. Biz ne ishlaymiz? Biz tug'anlar arasında talasha shuni bo'lishib yotamiz. Yetmay jamoat. 3 kunlik dunyoda yashaymiz. Ertaga narsa bo'lasin bir kim bilmay. Bugun kishi bor, ertaga yo'q. Mana men sizga shuni aytasi kela. Negizlarni bitirmagiz. O'tlarni sundirmagiz. Nasl jiplarini izmagiz. Bir-biringizga oshu tutmagiz. Tezroq afu kechira ko'ringiz. Ham so'nggi so'zim bilan sizga shuni aytasi kela. Hurmatli tug'anlar, bir-biringizdan ayrilmagiz.